Bitcoin nima foydasi bor insonlar uchun? Nega u bunchalik qimmat? Sababi Bitcoin raqamli oltin hisoblanadi. Uni birorta tashkilot, birorta davlat boshqara olmaydi. Ya'ni sizning hisobingizda qancha pul borligini hech kim bilmaydi. Bank hisobingizdagi, kartalaringizdagi pulni muzlatib qo'yishlari mumkin yoki uyingizdagi oltinni tortib olishlari mumkin, lekin kriptovalyutalaringizga hech kim hujum qila olmaydi. Sababi siz u yerda shaxsiy ma'lumotlarni taqdim qilmaysiz. Sizga tegishli bitcoinlarni aynan sizniki ekanligini hech kim bilmaydi va xohlagan miqdorda kriptovalyutalarni saqlab, xohlagan davlatingizga bemalol o'tishingiz mumkin. Uni hech kim bilmaydi. Va eng katta sabablardan biri bor yo'g'i 21 million dona bitcoin umumiy eng ko'p muomalaga chiqishi mumkin. Undan ziyod bitcoin yo'q. Ya'ni miqdori chegaralangan. Har yili minglab tonna oltin qazib olinadi. Milliard dollarga teng yangi pullar muomalaga chiqariladi, lekin bitcoin esa cheklangan. Shu sababli uning narxi doim o'sib boradi.